Assalomu alaykum azizlar. Shokir bo'lganim uchun qon bosimini pasaytiruvchi ba'zi bir dorivor o'simliklar haqida meditsina, ya'ni tibbiyotda o'qiladigan kitoblardan foydalanib tushuntirishga harakat qilamiz. Qon bosimini pasaytiruvchi o'simliklarning turi ko'p hisoblanadi. Birinchi, qadimda tabiblar qon bosimini pasaytirish uchun bemordan hijoma usulida qon chiqarishgan. Hijoma va qortiqni bir-biridan farqi Ibn Sino tib qonunlari 1996-yil 1-tom 146-167 batafsil yozilgan. Hozir texnika taraqqiyoti tufayli vena qon tomiridan shprits yordamida qon chiqarib tashlasa xavfsizroq va ishonchliroq bo'lib, vena qon tomiridan 200-300 gram qon chiqarib tashlash kerak. Bu ma'lumot Bobojonov ichki kasalliklar darslik 2008-yil 89-betda yozilgan. Shuncha miqdordagi qonni chiqarib tashlash organizmga xavfsizligini sababi donorlardan bunga nisbatan ko'proq qon olishadi. Vena qon tomiridan qon chiqarib tashlash bemorga birinchi yordam ko'rsatishdan tashqari qon bosimini oshishida davo maqsadida ham tavsiya qilinadi. 3-4 kun oralatib 2-3 marotaba vena qon tomiridan shprits yordamida qon olib tashlanadi. 20 grammlik shpritsda qon olinishining sababi ninasining ichki razmeri boshqa shpritslarnikiga qaraganda yo'g'on bo'lgani uchun ninada qon qotib qolmaydi. Ikkinchi, qon bosimini pasaytiruvchi moddalardan biri hisoblanmish magniy moddasi hisoblanadi. Loviyada magniy moddasini saqlash bo'yicha don mahsulotlarining ichida birinchi o'rinda turadi. Loviyadan iste'mol qilib yursa, qon bosimi ko'tarilishini oldini oladi. Loviya donini suvga solib qo'yilsa, tarkibidagi fitin suvga erib chiqib ketadi. Shunda organizmga temir moddasining so'rilishiga bo'lgan salbiy ta'siri kamayadi. Qon bosimini pasaytiruvchi o'simliklar qon bosimini pasaytirishdan tashqari o'simlik tarkibida organizm uchun foydali bo'lgan boshqa moddalar ham borligini unutmang. Misol uchun vitaminlar yoki xalq tilida qonni suyultiruvchi foydali moddalar va boshqa moddalar bo'ladi. Uchinchi, do'lanani guli yurakni qon tomiriga ta'sir qilib, qon aylanishini yaxshilaydi. Asab tizimini tinchlantiradi. Hatto choy o'rnida ham ichib yursa bo'ladi. To'rtinchi, sarsabil yosh novdasi yoki ildizi va ildiz foyasidan 60 gram olib 1 litr suvda 15 minut qaynatiladi. Bir osh qoshiqdan 3 mahal iste'mol qilsa, bu ham kuchli ta'sir qilib qon bosimini pasaytiradi. Siydik haydagani uchun siydik yo'li tosh kasalliklarda va boshqa kasalliklarda ham ishlatiladi. 5. Bo'ymodaron o'simligi ham qon bosimini pasaytirib, yurak urishini sekinlashtiradi. Yana jigarda o't ajralib chiqishiga ijobiy ta'sir qiladi. Xumazolun moddasi ham organizmga foydali ta'sir qilishini unutmaslik kerak. 1,5-2 osh qoshiq o'simlikni 2 stakan suvda qaynatib, 2-3 osh qoshiqdan ovqatdan oldin 2-3 mahal iste'mol qilinadi. 6. Kiyik o'ti qon bosimini pasaytirishdan tashqari buyrakda ham qon aylanishini yaxshilab, organizmga foydali ta'sir qiladi. 2-4 osh qoshiqini 1 litr qaynoq suvda damlab, ovqatdan oldin yarim stakandan iste'mol qilinadi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Qon bosimini pasaytiruvchi o'simliklar uchun meditsinada o'qiladigan kitoblardan Aziz va farmakologiya 2000-yil 239-bet, Xalmatov Основные лекарственные растения Средней Азии, учебник 1984-yil, Karimov Xalq tabobati va zamonaviy ilmiy tibda qo'llanadigan shifobaxsh o'simliklar 1993-yil, Maxsumov fitoterapiya 2013-yil va boshqa kitoblardan ham o'qib foydalandik.